Salom hammaga, sizlar bilan yana Dilshodbek Pabligim. Bugun sizlar bilan Samarqand 30 degan bitta bratimizni akkauntini obzor qilamiz. Bu akkauntimizni taxminiy narxlari 3,5 million 5 million o'rtasida deb baholadik. O'zingizlar kommentga yozib ketinglar, full obzorini ko'rib, videoni boshlanmasdan like bosib qo'ying, obuna bosmagan bo'lsangiz bosib qo'ying. Qaddishiga. Yana ham bu akkauntimizda leveri 87-leverda, kolleksiyasi 73-kolleksiyada. Bu 73-kolleksiyada nimalar bor, nimalar yo'qligini birin-ketinglikda ko'rsatib chiqamiz. Birinchi mayda narsalarni ko'rsatib o'raylik. Avatarkalari, mana shu avatarka nechta borligini kommentga yozib ketamiz. Shuncha avatarka bor ekan. Endi bir qator o'zingizlar kommentga yozib ketinglar. Nechta borligini. Omali avatarka bilan ramka ko'p ekan. RAM ko'p ekan, men bir qiymatiga biror bo'lmas shekilli ham. Bunisi ham qiymatiga yaqin shekilli taxminan. Yozib ketinglarchi kommentga nechta borligini. Sekin ko'rsatyapmiz. Ekan. Ulardan ham nechta borligini yozib ketamiz. Ulardan ham endi bu bitta shekilli menimcha. Endi bu akkauntimizga helplarga to'xtalsak. Tushunchilita. PS16 dan beri o'ynayotgan akkaunt shekilli taxminan. Chunki erkini 100 qilgan ekan. PS16 da nechta erk olinganini, nechta erk borligini yozib ketamiz kommentga. Shuncha bor ekan, nechta olingan, nechtasi yo'qligini yozib ketamiz endi. Endi bu mashinalarga to'xtalsak. Mana shu vozlar nechta borligi va qaysi birini bilsangiz, ashuni yozib ketinglar. Mana prem vozlar ham ko'p ekan. Bu akkauntda sedanlarga to'xtalsak, sedanlar mototsikllardan 10 bitta mototsikl bor ekan. Bagilardan ham 10 bitta ekan. Qayiqlardan 4 ta ekan. Boshqa narsalardan 8 ta ekan. Endi bu akkauntimizni parakatchalarga to'xtalsak, endi 62 ta parakatchasi bor ekan. Nechtasi pulligi, nechtasi chatga chiqqani birin-ketinglikda ko'rsatamiz, lekin o'zingizlar kommentga yozib ketinglar. Nechtasi pulligini va nechtasi chatga chiqqanini, nechtasi birinchi level, nechtasi ikkinchi level berilgan. M416 full bilasizlar, bu kilchat endi bu ledingni bilmagan odamni o'zi yo'q shekilli. Uzi 4 M24 Avenger UMP4 Plumot 4-level, Mini 2-level, KBZ 4, Karyak 2, Greza 4, Kastezonni qo'shilgani ham yozib ketamiz. Skarel 4. Mana HM'da bilmagan odamni o'zi yo'q shekilli menimcha. Kastezonni qo'shilgan mashina yozib beramiz. Aynan shu. Kelganmi, kelmaganmi qaysi. Bizon 4-level, M16 1-level, DPS 4, AKM 4, AUK 1, M762 UMP1, bu M416 qaytmaganmi, qaysi sezonda qo'shilgan ham yozib ketamiz. Nechta 416 borligini ham yozib ketamiz. M416lardan nechta borligini kommentga birin-ketinglikda ko'rsatib chiqyapman, lekin o'zga yozib ketinglar nechta borligini. Machete 1, UMP 4,
Asus 32 1, Alvarez 1, bir ekan, Yumbi 4, Ledni Yumbi ama bilsa kerak. Asus 32 bu 4 ekan, ikisi shekilli adashmasam. Bu M416 bilmaganlar yo'q shekilli, hammalar bilsa kerak. O qaytganmi, qaytmaganmi yozib ketinglar bolalar. To'g'risi bir ham qaytmagan shekilli, menimcha bir marta deb qo'ydi. To'g'ri, Thompson 4, Thompson qulagan endi bu yakun shekilli. Bizon 1, ham bir ekan. Bu ham 1, bu ham M416, M24 1, Uzi 1, pichoq 2, Amer birinchi level, M16 Artur erkinlikka pul ekan. P94 bu ham bir ekan, endi sovrin yo'liniki manchetasi bu bir ekan. Bu ham bir, Skarilan 1. Bunisi ham bir shekilli ko'tarilmagan. Bunisi ham bir. Bu ham bir erkinlikka, bu ham bir. KBZ 1. To'g'ri. Ba'zi M416 6 levelga chiqqan ekan. Buni klipasini bilsa Avem birinchi level. IPS 1. Mana Varonni arujasi yangi qo'shilgan, bilsa kerak. Bu ham bir ekan, bu ham bir. Bu ham bir ekan. Bu qulagan. Bu ham qulagan. Endi bu avtomatimizda nechta kisit borligini sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kisit bor ekan. Ulardan Varon 6-levelga chiqqan ekan. Qolganlari menimcha 1-2 shekilli adashmasam. 1-2, 3, 4-levelga chiqqanlar bor shekilli menimcha orasida. Endi 4-Varonga ko'tarilgan ekan bu. Chunki Samarqand 30 degan bir atimiz, endi hamma Varonni yaxshi ko'rsa kerak. Hammaga nasib qilsin. Ya'ni bular qatori menga nasib qilsin deb qilishni taklif olib. Endi hammasini birin-ketirlikda ko'rsatib chiqamiz. Kisitlarni kiydirib. Xudo olsa yana Varon tushgan akkauntni bitta olaman. O'z akkauntlar o'zi arzonlashib ketdi-yu. Endi bilmadim, endi bu akkauntni taxminan hech pulga ketishini yozib ketamiz. Ultimate'lardan Ultimate ekan. Kelgan kerak bilan kelgan Ultimate millatda kevoradigan shekilli menimcha. Endi kiyimlardan nechta borligini yozib ketamiz. Kommentga sekin yetkazib yuboramiz. Birin-ketirlikda kiyib chiqsak vaqt ketib qoladi. Kiyimlarni ko'rsatib chiqayotganim o'zingiz aytayotgan bo'lganda ko'rsatib qilmaslikka qo'rqaman. Necha kiyimlari bor ekan. Qatorga to'qmaslikka qo'yiladi. Kaskalarga to'xtalsak, shu kaskalari bor ekan. Mana oldi akkaunt ekan bu. Boshda o'zimiz qo'lda M416 mana ikkisi kelgan payt to'pin kelgan paytimizda bir kirdim, lekin to'liq full obzorini ko'rmadim, lekin to'g'risi kirib open chiqib ketganman ikkisida. Bosh kiyimlardan nechta borligini yozib ketamiz. Hammasini nechta borligini yozib ketaveringlar bola, bejiz yo'latganingizga. Komment yozish tekin video.
bosh kiyimlari tugaydimi? Ne tugadi? Ko'zoynaklardan shu ko'zoynaklar bor ekan. Maskalardan qaysi sezonda qo'shilgan maskalari bor ekan, o'zilar komment yozib keladi. Tepesetlardan shular. Sumkalardan shu sumkalar bor ekan. Sumkalar ham prям ko'p ekan. Endi pastki setlardan shu setlar bor ekan. Endi oyoq kiyimlardan shular. Endi parashyut giladerlarga to'xtalsak, shuncha parashyut bor ekan. Akkauntda polzi parashyut ham bor ekan, ko'p tarafdan. O'zinglar to'xtatib ko'raverasizlar. Giladerlardan shuncha gilader. Samolyotlarga nima deysizlar? Bombalargachi, bungachi, bunisigachi deydimi? Bombalarga nima deysizlar? Endi bu akkauntda eng asosiy narsasi emotsiyalarga to'xtalib o'tamiz. Emotsiyalardan shu narsalar shuncha emotsiyalar hammaga qiziq bo'lsa kerak emotsiya. You're gonna die. Ko'zi bir xil ekan. Shuncha emotsiyalar bor ekan. Emotsiyani ko'rsataman, qaysi sezonda qo'shilgan yozib ketamiz. Lekin u emotsiyani o'zim ham ko'rmaganman, u akani o'zi ham ko'rmagan. Misol qaysi paytda olinganini esida yo'q ekan. Bitta emotsiya bor. U akaga savol berganman, lekin ko'p narsa olingandan esidan chiqib qolgan ekan. Bitta emotsiya ko'rsataman. Mutlaqo hamma emotsiyalarni birin-ketin qo'yish kerak. Nasha emotsiya qaysi paytda qo'shilgan yozinglar. To'g'risi u akani o'zi ham bilmaykan, savol berib ko'rgan mana shu XP token qilayotgan paytimda mana shuni ko'rib qoldim.
narsalarni ko'rsatgan ko'p ekan. Endi hammaga qiziqib yurash uchun birin-ketinlikda ko'rsatyapman. Buni ezib ko'rsatmasangiz bo'lmasa kerak endi. Shu akkauntimiz obzori, full obzor bo'lishi kerak deb o'ylayman. Adashmasam, kamchiliklar bo'lsa, men uzr. Videoga o'sha qanaqa net chiqqanini, misol qanaqa video chiqdi, birdan ungacha baho berib o'zinglar.